Bugun o'zbekistonliklar uchun tarixiy kun. Boisi milliy terma jamoamiz Portugaliyaga qarshi kurash olib boradi. Xo'sh, bo'lajak o'yin haqida yurtdoshlarimiz fikri qanday? Ularga mikrofon tutamiz. Bugungi o'yinda kim yutadi deb o'ylaysiz? Katta ehtimol bilan Portugaliya yutadi, lekin agar vatanparvar inson sifatida javob beradigan bo'lsam, necha bo'ladi? Taxminiy hisob necha? 1-1. Gol uradi bizdan. Portugaliya 2 gol uradi, bittasi o'ziga bo'ladi. O'zi asli eng yomoniga tayyor turish kerak. Yutqizamiz deb o'ylayapman, lekin umidim katta baribir. Kamida 1 ochko qo'lga kiritishimiz kerak va O'zbekiston umuman bugungi o'yin haqida gapirmayman. Umuman oxirigacha Kongodan bo'ladimi, bugun Portugaliyadan O'zbekiston hech bo'lmasa 1 ochko olish shart. Chunki bizga muxlislik qilayotgan qo'shni mamlakatlar auditoriya juda katta-da, ular umid qilib turibdi. Hech bo'lmasa 1 ochko ham biz uchun juda katta g'alaba. Va mayli mag'lub bo'lsak ham men tayyorman, lekin gol urishimiz kerak. Albatta O'zbekiston yutadi deb o'ylayman. Taxminiy hisob necha? 3-0 ga. Golni kim uradi? Sanoqmi Fayzullaevmi? Sanf uradi. Bugungi o'yinda O'zbekiston yutadi 3-2 hisobda. Kimli gol? Kimlar? Abduqodir Husanov uradi. Yana kim uradi? Yana kim bor edi? Bu o'yinda O'zbekiston yirtib yuboradi, tamom. 3-1 hisobga yutadi, Xudo xohlasa. Golga kim mualliflik qiladi? Golga Fayzullayev, Shomurodov, Husan bitta ursin. Terma jamoamizga tilaylar. Terma jamoamizga omad, banglatib o'ynashga, tamom. Xudo xolisa O'zbekiston yutadi. Biz ham o'z balid qilib turib, bizga duo qilib, Xudo xolisa duoda bo'lib turibmiz bola. Taxminiy hisob necha bo'ladi deysiz? Xudo xolisa 5 ga 10 ga yutib yuborsin, duoyim shu bola. Albatta O'zbekiston yutadi, taxminan 2-1 ga yutamiz. Hech bo'lmasa durang natijani kutib qolamiz. O'zbekiston futbolchilaridan ancha terma jamoamiz o'sgan, futbolimiz, umuman jamoamiz, butun O'zbekiston ahli 38 million aholi hammamiz muxlislik qilamiz. O'zbekistonni qo'llab-quvvatlaymiz. Yutishiga ham ishonamiz nasib bo'lsa. Terma jamoamizdan kimlar gol uradi deb o'ylaysiz? Albatta Abbos. Men o'ylashim bo'yicha O'zbekiston yutadi. Taxminiy hisob necha bo'ladi? Taxminiy hisob 3-2. 3-2. Golni kim uradi bizda? Terma jamoa vakillaridan? Endi Abbosbek Fayzullayev aka uradi, keyin Abduqodir Husanov aka uradi, keyin Eldor Shomurodov uradi. Yutamiz Xudo xolasa 2-1 ga. Yarim finalgacha boramiz Xudo xolasa. Kim yutadi? Hisob taxminan necha bo'ladi? Kim gol uradi? Abduqodir Husanov, keyin Fayzullayev uradi deb o'ylayman. Yutamiz deb o'ylayman. 2-1 ga yutamiz deb o'ylayman. Menimcha necha bo'lsa kerak? 1-1 deb o'ylayman hisob. 1-1mi? No, vastan menimcha yutsa kerak. Baribir endi kuchli komanda deb Hop, mana hozir 1-1 dedingiz, terma jamoamiz vakillaridan o'sha bitta golni kim uradi? Taxminan. Qaysi futbolchidan kutasiz? Husanov o'ynayaptimi? O'sha uradi. Albatta O'zbekiston yutadi 1-0 hisobida. Kimlar gol uradi terma jamoamiz vakillaridan? Abbosbek Fayzullayev gol uradi. Barabar bo'lsa endi xohlaymiz durang bo'lishini, O'zbekiston keyingi bosqichga chiqishini. Menimcha baribir Portugaliyaning tarkibi ancha kuchliroqda. Taxminiy hisob necha? Taxminan 2-0 bo'lishi mumkin. O'zbekiston bilan Portugaliya. 2-2. Durang qayd etadi. Yo, 2-0 O'zbekiston. 2-1 ga yutkazib qo'yishsa kerak u. Portugaliya harakat qilamiz deyman. Xo'p, mana 2-1 dedingiz, terma jamoamiz vakillaridan kim raqib darvozasiga gol uradi? Eldor akadan kutamiz Xudo xolasa. Yutsak bu zo'r bo'lardi. Durang qilsa yaxshi hammaga. Terma jamoamizga o'zingiz tilaylaringiz. Omad tilaymiz. Mana poylab o'tirmiz mana. Bugungi o'yinda Portugaliya yutadi. Taxminiy hisob necha? Taxminiy hisob 4-1. Men O'zbekiston? Hisob necha bo'ladi? Yo'q, unisini bilmadim. Nasib qilganida. Kim gol uradi deb o'ylaysiz milliy terma Bugun jamoamiz? Shomurodovdan gol kutaman. Shomurodov gol urishi kerak, chunki Abbos buni uddasidan chiqdi, endi yog'iga Shomurodov va uzoq masofadan agarda o'sha debyut qilgan o'tgan safarga zo'r zarba tepgan o'yinchimiz yana bir marta tepib, nasib qilsa bu safar gol ursa, juda ham sensatsion bir o'yin bo'lardi, Xudo xolasa. Menimcha durang o'yin bo'ladi. 1-1 hisobda. 1-1. Golga kim mualliflik qiladi terma jamoamiz vakillari? Abbos. 2-0 yoki 2-1. Kimlar gol? Abbosbek bilan Eldordan kutamiz. O'zbekiston yutadi katta ehtimol bilan 2-1 hisobida yutadi. Chunki hozir Portugaliya avvalgi holatida emas. 2-1 bo'ladi. Kimlar gol uradi terma jamoamiz vakillari? Shomurodov bilan Abbosbek Fayzullayev aytyapmiz. Mana bugun bo'ladigan o'yin haqida yurtdoshlarimiz fikriga o'zingiz guvoh bo'ldingiz. Nima bo'lgan taqdirda ham milliy terma jamoamizga omad tilab qolamiz. Olg'a yigitlar!